Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Trompix saytidan hozir do'stlar ajoyib strategiya ko'rsataman. Do'stlar, mana shu strategiya orqali sizlar misol uchun har kunlik kirib sarmoya sarflab pullaringizni ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib boring. Mana shu saytdan ro'yxatdan o'tish uchun mana shu saytda havolasini video tagida qoldiraman. Bemalol ro'yxatda o'tib olsangiz bo'ladi. Bunaqa saytlar misol uchun 10 ta sayt bor. 10 talasida ham hammasidan o'tib mana shu strategiyani qo'llasangiz bo'ladi. Videodagi strategiyani. Hozir biz mana games bo'limiga kirib olamiz. Do'stlar, kirib olgan paytimiz mana bu yerda Dice o'yini bor. Mana Dice o'yiniga kirib olib, hozir sizlarga ko'rsataman. Qarang, hisobingizdan kelib chiqqan holatda qo'yasiz. Hozir mana bu 2x ustiga 2 marta bosaman. Ya'ni mana 0.8. Qarang, 0.3.008 dan misol uchun o'ynaymiz. Endi mana bu manual degan ustiga misol uchun bosaman bir marta, avto bo'ldi. Yana bir marta bosamiz. Hozir mana strategiya bo'ldi, do'stlar. Endi do'stlar, hozir qarang, men bitta misol uchun strategiya tuzib olganman. Bu Martingale strategiyasi. Martingale strategiyasi. Bu nima degan do'stlar? Bu strategiyada orqali biz misol uchun o'ynab borsak bo'ladi. Bu strategiyani qanday tuzilganini ham ko'rsataman. Qarang. O'zi ikkita. Mana bu birinchisi. Buni xuddi shunaqa tartibda sizlar o'zlaringiz tuzib olasiz. Screenshot qilib oling. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa tartibda misol uchun every bir wins hamda mana shuni qilib olasiz. Bo'ldi do'stlar, saqlanib qo'yasiz. Bu strategiyani tuzish uchun mana plus tugmasi ustiga bir marta bosib, shu ikkalasini tuzib olasiz. Endi do'stlar qarang, hozir mana 100 marta o'ynaymiz. Mana startda bosadigan bo'lsam boshlanadi. Ketdi do'stlar, 100 marta o'ynaymiz. Qani bizda qancha profit bo'lar ekan? Mana bu o'ynayotganlar soni, bu esa profit. Misol uchun foyda yoki minusni ko'rsatadi. Keling, hozir sizlar bilan mana shu 100 ta bo'lguncha kutib turamiz. Qarang, bu yerda mana misol uchun tarix bo'limida ko'rinadi. Misol uchun biz qancha misol uchun o'ynayapmiz, qancha yutqazyapmiz, bu bizda ko'rinib turadi mana. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda misol uchun ko'rib olasiz. Endi bu 100 tadan hozir ko'rsataman. 0.3.08. Shuncha tron bilan misol uchun biz o'ynab mana qilamiz. Ya'ni ko'paytirishga harakat ko'ramiz. Mana misol uchun ko'payami yoki kamayami. Sizlarga buni misol uchun ko'rsataman. Hozir mana o'zi 70 ta bo'lib qoldi bo'lsa, 70 tadan hozircha biz foydadamiz. Hozircha. Shunaqa tartibda bo'lsa, bu Martingale strategiyasi. Bu strategiyani misol uchun bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Mana 90 ta bo'ldi o'zi. Hozircha foydadamiz. Hozir men to'xtataman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Mana to'xtatdik, qarang. Hozir profit 0.03. 0.03. Agar do'stlar qarang, bitta narsani ko'rsataman. Do'stlar, qarang. Men 0.003.08 mana shuncha tron bilan o'ynab, mana shu strategiya orqali, qarang, qancha foyda qildim? 0.03. Shuncha tron foyda qildim. Agar misol uchun men ya'ni ko'proq daromad qilganimda, misol uchun qarang. 0.08 uzr bir daqiqa. 0.08 trondan misol uchun qo'yganimda bu yana qancha bo'lardi? Hozir mana 0.03 ko'paytiramiz, ya'ni 2 barobar ko'p bo'ladi. Qarang, 3 tron foyda qilgan bo'lardim agar shuncha bilan o'ynaganimda. Agar 0.8 tron bilan o'ynaganimda-chi, 0.8 tron bilan o'ynaganimda buni 3 barobar ko'paytiramiz hozir. Bizda foyda shuncha edi, uzr. Mana. Do'stlar, mana 44 ekan, ko'paytiramiz. Agar 0.8 trondan qo'yganimda bu qarang, 34 tron foyda qilgan bo'lardik. Mana shu Martingale strategiyasi orqali do'stlar, sizlar misol uchun sarmoyasiz ishlagan pullaringizni ham shunday tartibda misol uchun ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, videorolik yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy hamda Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Barchaga omad.